Ko'zimizda quyosh yangliq porlaydi. Jo'ylar otalarga, Elni baxtu omadlarga chorlaydi. İqbol kafolati or-nomusimiz. O'zbekistonimizning ham shunday kitobi bo'lib, bu kitob O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi deb ataladi. Qomusimiz, nomusimiz. 1991-yil 6 O'zbekistonda ozod mustaqil respublika deb e'lon qilindi. Va shuningdek davlatimiz o'z konstitutsiyasi, yeri, chegarasi, milliy valyuta so'mi, milliy davlat tili va armiyasiga ega bo'ldi. Charaqlagan nurli osmon bizniki, 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 nurli osmon bizniki, 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 cheksiz imkon bizniki. Iqbol kafolati or-nomusimiz.